Agar Seoul Mundiga Cheesecake Uzga kirganingizda interyeri sizga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib turing. Men sizga hozir planirovka bo'yicha bitta obzor qilib beraman. Kirganimizda bizani shunaqa atmosfera bu yoqda kutib oladi. Devorlarda yog'ochli va rasteniyalardan foydalanganmiz. Sababi tabiat ko'rinib, bilinib turishligi uchun. Kirganda odam maza qilib o'tirishligi uchun. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, patologda ham lyustralar atrofiga shu elementlarni takrorlab o'rganamiz. To'g'rida bizada bar va uni orqasida kuxnyasi, zagotovka zonasi va yonida shunaqa devor bilan zinani yopib borganmizki, yerda zina borligi ham bilinmaydi. Tepaga chiqib boraverasiz, ikkinchi etajda ham o'zini zonalari bor. Ikkinchi etajga chiqqanimizda ishchilar uchun o'zini razdelkasi va erkaklar, ayollar uchun alohida sanuzil qilib berganmiz. Va qolgan joyiga keladigan bo'lsa, katta zonada bemalol o'tirsa bo'ladigan sharoit qilib berganmiz. Agar Seoul Mundiga mash kafega borgan bo'lsanglar, qanchalik dizayn bilan hayotiga to'g'ri keladi? Kommentariyada yozib keting. Planirovka, dizayn, qurilish bo'yicha ko'proq ma'lumot olaman desanglar, obunani bosib qo'yinglar.